Assalomu alaykum. Mana sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz deydimi? Demak, men multi-level listening part 1 bo'yicha dars tayyorlagandim. Ko'pchilik foydalandi, ko'pchilik foyda ko'rdi va qolganlarini ham tayyorlashga qaror qabul qildim, chunki birinchisi ancha foydali bo'ldi. Mabodo birinchisini ko'rmagan bo'lsanglar, birinchisini ko'rib olinglar. Part 1. Yaxshilab diqqat e'tiborni qaratib, daftarga yozib ketib, eshitib, nima deyotganimni tushunib ko'rsak anchagina foydali bo'ladi. Va listening testlarini qilayotganda ham uni qo'llasak yana ham foydali bo'ladi. Demak, multi-level listening part 2 deydigan bo'lsak, nima bo'ladi unda? Multi-level listening part 2 da har xil narsalar haqida information beradi. Ma'lumot beradi. Masalan, bironta onlayn kurs haqida ma'lumot beradi, biron bir muzey haqida ma'lumot beradi, biron bir tarixiy narsa haqida ma'lumot beradi, biron bir competition, musobaqa, biron bir special event haqida ma'lumot berish mumkin, biron bir kurs haqida ma'lumot berayotgan bo'lish mumkin. Mana shunaqa bo'ladi. Shuning uchun ham qarabsizki, turli xil faktga oid ma'lumotlar beriladi. Biz bunga yetarlicha praktik qilib olsak, maksimum topishimiz mumkin. Ko'pincha 6 ta bo'ladi. Part 1 da 8 ta bo'ladi. Keyin u 8 tadan 8 ta topib 6 tani topsangiz, uje 14 ta bo'ladi. Va bu degani listeningimizda ancha qismi degani. Yarmi emas-ku, o'zi jami 35 ta bo'ladi, lekin ancha qismi degani. Ikkalasidan 14 ta maksimum topish imkoni bor. Endi maqsadga o'tadigan bo'lsak, birinchi nima bo'ladi, qarang. Mana bunday bitta mana tasavvur qiling, test. Bu haqiqiy testga o'xshaydi. You will hear someone giving a talk. Talk bo'ladi, mana bir kishi gapiradi ko'pincha. For each question, fill in the missing information in the numbers space. Note completion. Write one word and or a number for each answer. Mana shunaqa. Note completion bo'ladi bunda. Ya'ni bo'sh joyni biz nima qilamiz? To'ldiramiz. Completion deydi-ku. Note completion. Xo'sh. Keyin mana bunday word limit berilgan bo'ladi. One word only deb qo'yibdi-ku. Keyin biz mana bunday nuqtalar o'rniga yozib ketaveramiz. Endi bizni approachimiz qanaqa bo'ladi? Approaches deydi-ku. Approachimiz qanaqa bo'ladi? Birinchisi, grammatikani albatta test qiladi bu part 2 imiz. Part of speech ni biz bilib olishimiz kerak birinchi o'rinda. Bu degani bu grammar degani. Ya'ni part of speech degani bu nima degani? So'z turkumlari degani. Birinchi o'rinda o'sha nuqtalar o'rniga qo'yiladigan biz so'z turkumini nima qilib olishimiz kerak? To'g'ri bilib olishimiz kerak. Ya'ni bular asosan adjectivelar bo'ladi, adverbs bo'ladi, nouns bo'ladi yoki verbs bo'lishi mumkin. Asosan mana shunday bo'ladi. Masalan, bitta noun turgan bo'lsa, nuqtalar o'rniga katta ehtimol bilan adjective bo'ladi. Biz u yerga fe'l qo'yib qo'ya olmaymiz. To deb nuqta qo'ygan bo'lsa, teng katta ehtimol bilan verb bo'ladi. Turgan bo'lsa va undan keyin so'z bo'lmasa, u katta ehtimol bilan ot bo'ladi. To eat bo'lsa, katta ehtimol bilan yo ot bo'ladi yoki bo'lmasam to eat something bo'lsa, masalan to eat something bo'ladigan bo'lsa, qay holda yeyish? Bu adverb bo'ladi. Mana shunday birinchi o'rinda biz part of speech ni, ya'ni nima so'z turkumi so'rayotganligini aniqlab olishimiz kerak. Shunda siz nima qilasiz? To'g'ri kelmaydigan narsani chiqarib tashlaysiz. Ya'ni nimadir javob qo'ymoqchi bo'lasiz, qaraysiz grammatikasiga. Yo'q, bu grammatik jihatdan to'g'ri kelmayapti deb turib chiqarib tashlaysiz. Birinchi approachimiz shu ekan, ya'ni birinchi biz qarashimiz kerak bo'lgan narsamiz part of speech ekan.
parts of speech deb yozib qo'ysam bo'ladi. Grammarni o'lchaydi nisbatan. Shuning uchun ham grammaringiz nisbatan yaxshiroq bo'lsa, listeningga ham foyda qiladi. Xo'sh, keyingi ikkinchi asosiy narsa the type of information. Informatsiya turi, ya'ni asosan factual informationni so'raydi. Bular qanday turdagi informatsiyani so'rayapti mendan degan siz savolni o'zingizga berishingiz kerak. Masalan, ba'zida bir ism so'raydi. Odamning ismi, joy nomi, biron bir kompaniya nomi, hammasi name. O'sha bu yerga nom qo'yishim kerak ekan deysiz. Ba'zida phone number so'raydi. Ba'zida esa oddiy number so'raydi. Ba'zida sana so'raydi. Sanaga ham qarash kerak, yilinimi, oyinimi. Ba'zida address so'raydi. Ba'zida yoshini so'raydi. Ba'zida price ni so'raydi. Ba'zida hammasi bo'ladi. Bu qanaqa informatsiyaligi? Bu qanaqa informatsiya ekanligi? Ba'zida rangini, tusini, shaklini, hajmini, mazasini, ta'mini deydi-ku, o'shalarni so'rashi mumkin. Qarash kerak. What kind of information? Nima informatsiya so'rayapti? O'sha ikkita narsaga bor-ku, make sure qilib qo'ysak biz, ya'ni amin bo'lsak nima so'rayotganligini katta ehtimol bilan biz xato qilmaymiz. Katta ehtimol bilan. Demak, type of information, what type of information they are asking, mana shuni bilib olishimiz kerak. In parts of speech, ya'ni nima so'z turkumini so'rayotganligini bilib olishimiz kerak. Bu narsa IELTS da ham bor, bunaqa turlar, bunaqa savol turlari. Unda ham xuddi shunaqa approachlar ishlatiladi. Masalan, men listeningdan hozirgacha 12 martami test topshirgan bo'lsam, eng ko'p listeningdan 9 olganman. 6 martami atrofida. Va bunda tahlilim asosan menga uni qiladi. Tahlil qilib olaman. Nima so'z turkumi so'rayapti, nima informatsiya so'rayapti deyman. Keyin yana mana shu key narsa, yana bitta qo'shimcha tip. Read the notes as many times as you can. O'sha notelarni, ya'ni notelarni siz qo'lingizdan kelgancha ko'p o'qishga harakat qiling. Ya'ni audio sizga 30 sekundmi nechadir beradi-ku. O'sha birinchi savoldan 6-nuqta bo'sh nuqtagacha. O'shani o'qing. U boshqa savol turlariga ham shu. Read the notes as many times as you can. Read the questions as many times as you can. Men o'zim ham IELTS listeningga ko'p kiraman, IELTSga o'zi imtihoniga va IELTS listening bajarayotganimda audio boshlagungacha 2 marta, ilojini qilsam 3 marta o'qiyman. Asosiy tiplardan biri shu o'zi. Keyin biz 3-chi e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa, 3-chi approachimiz bu prediction. Prediction nima degan? Prediction oldindan nima javob bo'lishi mumkinligini o'ylash. Masalan, nuqtalar o'rniga nimadir deyapti-da, so'z qo'yib qo'yapti. Excuse so'zini qo'yib qo'yapti. Tasavvur qiling, excuse so'zini. Mana bu yerga and deb qo'ygan. Nima bo'ladi bunga? Predict qilib ko'rsangiz, collocationi to make an excuse bo'ladi. Masalan, buni collocate qilib keladigan collocate degan bir-biriga birikib kela oladigan so'z. Katta ehtimol bilan bu yerga fe'l bo'lsa make bo'lishi mumkin yoki boshqacharoq fe'l bo'lishi mumkin. Predictiondan maqsad biz biron bir savolimizga yoki nuqtalar o'rniga to'g'ri javob topish emas. To'g'ri javob ham chiqib qoladi bir xil payt. Bu narsa predicting the possible answers, ya'ni mumkin bo'lgan, possible bo'lgan javoblarni predict qilish, oldindan kutib turish, bashorat qilish, bunday olib qarasa, can improve your focus. Sizni fokusingizni, diqqat e'tiboringizni ancha oshiradi. Bunday predict qilib tursangiz, nima bo'lar ekan? Mana shu yerga mana shunaqa bo'lsa kerak desangiz, prosta imtihonda mana bu audioni kelishini kutib turgandan ko'ra ancha yaxshi. Ancha yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun ham predict qilishingiz kerak. Bo'lmasa zerikib o'tirasiz, xayolingiz ketib qoladi, uyqungiz kelib qoladi. O'shaning uchun nuqtalar o'rniga nima so'z bo'lishi mumkinligini predict qilib turing. Men masalan o'quvchilar bilan listening qilayotganimda predict qilaman. Mana shu so'z qanaqadir yaxshi tuyulyapti-da menga, qanaqadir yaxshi eshitilyapti-da menga desam, o'quvchilar kuladi-da. Keyin audioni qo'yganimizdan keyin to'g'ri chiqib qoladi bitta ikkitalari. Keyin, "Ha, ustoz to'g'ri topdingiz" deb qoladi-da.
aytdim-ku boya, to'g'ri chiqishi kerak emas. Bu bizga fokusimizni kuchaytirishga yordam beradi. Demak, buni shunchaki siz passive listening qilib ko'rmang bu videoni. Mana shu narsalarga amal qiling. Part of speech ni aniqlab oling, o'sha informatsiya turini aniqlab oling va predict qiling. Mana shu 3 ta narsa bilan part 2 ni ham yaxshi topsangiz bo'ladi. Part 1 ga video dars qilganman, uni zo'r qilib maksimum toping. Part 2 ni ham maksimum toping. Qolgan partlarni ham yaxshilab topishga harakat qilsangiz, listeningdan ko'proq topish kerak o'z imtihonda. Chunki 2 marta qo'yib beradi, yaxshi topsa bo'ladi. Keyin baribir glossary qilishga odatlaning. Glossary degani note takingda bunday olib qarasa, lug'atlarni note taking qilib ketish. Bilmagan so'zlaringizni yozishga odatlansangiz, o'sha bir 10 ta testda yozgan so'zingiz anchagina bo'lib qoladi-da, keyin 11-12 testlarga borib kamroq so'z chiqishni boshlaydi. Meni daftarlarim to'lib ketardi lug'atlarga. Esimdan chiqib ketib qolaveradi. Masalan, lug'at yozsam, o'quvchilarim aytadi, ustoz, esimdan chiqib ketib qoladi deydi. Lekin bir marta ko'rdingiz, 2 marta ko'rdingiz, 3-martasida, mana bu so'z-ku deysiz. Esimdan chiqib ketib qoladi deysiz. Keyin yana bir esingizdan chiqib ketib qoladi. Boyagi so'z, shu har doim unutib qo'yuraman da deysizda, o'sha o'ylayapsiz-ku qayta. 5-6 bo'layapti-ku. Esingizda qolishni boshlaydi. U 5-6 marta bo'lish uchun 1-martasi bo'lish kerak deyman men har doim. 5-6 marta bo'lish uchun 1-marta bo'lish kerak. Bu degani siz so'zni hech bo'lmasa 1 marta, 2 marta ko'rib ketgan bo'ling. Shunda 3-chisi, 4-chisi, 6-chisi, 7-chisi, 8-chisi bo'lib sodir bo'lib ketaveradi. So'zlar esda qolmayaptimi? Yozib ketavering baribir. Hozir aytganimdek 10-marta ko'rganingizda miyangizda qolib ketadi. Misol keltirib aytaman-da o'quvchilarga. School degan so'zni tarjimasi nima deyman? Maktab deydi-da. Bu ham inglizcha so'z-ku. Xuddi masalan rectify degan so'z bor. Rectify. Nima degani? Katta ehtimol bilan bilmaysiz. Bilsangiz ingliz tilingiz kuchli ekan. To'g'rilamoq degani. Mana bu so'zni siz kam ko'rgansiz, lekin bu so'zni ko'p ko'rgansiz. Bu so'zni siz ko'p ko'rishingiz uchun bu so'zni birinchi bilishingiz kerak, bitta yodlab olishingiz kerak. Ko'raverasiz, oddiy so'zga aylanadi. Shuning uchun readinglardan ham so'zlar olib ketish kerak, o'qib ketayotgan payt. Xo'p, endi praktisimizga qaraydigan bo'lsak, mana bitta praktisimizga qaraydigan bo'lsak, men audioni qo'yaman. Audio videoda eshitiladimi, yo'qmi bilmadim to'g'risi. Balki eshitilar. Qani ko'ramiz. This morning on holiday, giving a talk. For each question, fill in the missing information in the numbered space. Write one word or a number for each answer. You now have some time to look at questions. Xo'sh, bizga mana you now have some time dedi. Mana shu paytda o'qib olish kerak-da o'zi. Useful information deyap. Mana buni qarab olish kerak. Holidays in Northumberland degan joy ekan, holiday. Read Peter Green's book called, nom ekan bunga. Nima kitob? Lots of things to see, for example. Nimalar ko'rsa bo'ladi? Accommodation, flats, bir nima. Good morning. This morning on holiday time, I want to tell... Best time to go. Qaysi payti borish muhim? Best time to go is indeed equipped. Okay. Bike hire, 1 week, 35 pounds. Okay. 2 weeks deyap. Endi bundan sal ikkalasini qo'shsak, masalan 35 ga 35 nech bo'ladi? 70 bo'ladi? 70. 2 hafta bo'lgandan keyin sal arzonroq qilib berish kerak, to'g'rimi? 60 mi, 50 mi arzonroq qilib berish kerak-da. Marketing. Local events, June Food Festival, August International Festival of something. Qanaqa festival bo'lishi mumkin? Nimadir festival. National Park Activities, guided walks, photography deb sanab keladi-da, bir nimani tomosha qilish. Nimani tomosha qilish mumkin? Masalan, tomosha qilish mumkin bo'lgan narsalar. National parklarda. Balkim mushakbozlikni tomosha qilar, balkim qushlarni tomosha qilish degan narsa ham bor, ingliz tilida lug'at borki, bird watching degan. Balkim mana shunday qilib predict qilib ko'rish kerak. Audio qo'yib yuboramiz endi. You about the cycling trip I took recently to Northumberland in the north of England. Before I went, I read a book by Peter Green whose title is Cycling Around Northumberland, which I found really useful when planning my route.
Northumberland is a beautiful area of England and perfect for cycling. Cycling. There is very little traffic Cycling deb ketdi. Cycling around nima? Northumberland deb ketdi. Diqqatli bo'lishimiz on the kerak. roads and plenty to see and do. Plenty to For see. example, why not visit a castle? Castle. More of them are open to the public here than in any other part of the country. While I was there, I actually stayed in a flat in a castle. But there are many hotels, cottages, or bed and breakfast places to choose from. Mana tartib bilan In the ketyapti. summer, it is important to book in advance, but I recommend going in the spring. Qarang, mana shu yerda yomon zo'r trik ishlatib ketdi-da, qarang. In the summer dedi, nimadir deb ketdi. Yozda anu bo'ladi dedi. Best time to go deb. Eng yaxshi payt borish nima? Summer deb yozib qo'yadi, summer deb aytdik hozir. Lekin but I recommend dedida boshqasini aytdi. From. In the summer, it is important to book in advance, but I recommend going in the spring. Ha, qarang. Summerda in advance recommend qilyapti. In advance, ya'ni oldindan book qilgan ma'qul. Lekin men springda borishni tavsiya qilgan bo'lardim, deyapti. Mana shu narsa ko'p savollarda bor. Bu o'zi savol tuzishni uslubi bu. General versus specific. Qarang. Specific. Birinchi umumiy qilib aytyapti. In spring deyapti, masalan, in the spring, in the summer, it is better to book in advance deyapti. Yozda oldindan anu qilgan yaxshi, band qilib qo'ygan yaxshi deyapti. Umumiy qilib aytyapti. Yozda shunday bo'ladi-da, yozda ishqilib odam ko'p bo'ladi, o'shaning uchun yaxshi bo'ladi in advance qilsa deyapti. But I recommend deb turib, in the specificlashyapti. I recommend deb. I recommend going in the spring deb turib aytib ketyapti. Ko'rdingizmi? Mana shu birinchi general gapirib, keyin specific aytyapti. Ko'p part anularda bor bu. Ko'p part tularda bor. Qolgan partlarda ham bor. Bunday qiladi, qarang. O'zi deydi price unday edi deb ketish mumkin. Yoki bo'lsam lots of people deydi, ko'plab odamlar yoki most people like it bir nima deydi-da, lekin but I bir nima deb turib spesifiklashib ketadi. Yoki however deydi-da, nimadir I prefer this deb ketadi. Mana shunday. Tushunyapsiz? Generalda aytib oladi-da birinchi, keyin specificni aytadi. Bu savollardagi uslub bu. Qolgan savollarda ham ishlatiladi, savol tuzishni uslubi. Yana bitta joyi past bilan anu qiladi. Past versus present versus future. Mana shunaqa comparisonni qo'llaydi. O'tmishda bunday bo'lardi, used to, would degan narsalarni ishlatadi. Yoki bo'lsam originally deydi. Originally deydi. Yoki mana buni so'z ko'p ishlatadi. Previously deydi. Buni eslab qoling. Readinglarda ham shunday. Previous qanday edi? Previously deydi. Yoki initially deydi. Readinglarda ham xuddi shunday deydi. Bu degan dastlab previously initially dedimi? Something later changed degani bu. Nimadir keyinchalik o'zgardi degan. Dastlab bunday bo'lgan. Keyin o'zgardi degan. Biron bir narsani lokatsiyasini aytayotganda, biron bir narsani narxini aytayotganda, biron bir narsani servisni hozir qanaqaligini aytayotganda mana shunday deb boshlaydi. Masalan deydi, deydi bu 45 pounds bo'lardi u deydi. It used to be. Lekin deposit deydi 50 pounds deydi. Deposit degan qo'yib qo'yiladigan summa, masalan. Keyin aytadi, hozir deydi, lekin arzonroq qildik deydi-da, 40 deb asta aytib ketib qoladi. Mana shunday distractorlarga e'tiborli bo'lishimiz kerak-da, qolgan partlarda ham. Distractors. Bilib oldingiz, general versus specific degan narsani. Okay, audioni qo'yib yuboramiz. As it is not so difficult to find somewhere to stay at that time of the year. You will find that some places are closed in winter. Most of the small towns in the area have cycling centres where you can hire a bicycle. A week's hire will cost £35. 2 weeks will be £55. There is also a deposit of £50 which you get back when you return the bicycle. £50 deposit. Try to plan your holiday when there is a local event or festival happening. I went in June. Oldindan to'lab qo'yadigan pul deposit bo'ladi. 2 weeks 55. Mana bu pounds belgisi bo'lgani uchun so'zini yoki belgisini qo'yib qo'ysanglar xato bo'ladi. O'shanga ham e'tiborli bo'lish kerak. And was lucky enough to go to a festival of local food.
ishqilib audio eshitilayotgan bo'lsin videoda. Bo'lmasa eshitilmay qolsa mabodo tashlab beraman, shundan bilib olasizlar nima degan. Food. Every August, there's an international festival of music, but you'll find something going on in almost every month of the year. Ring the Northumberland National Park if you're interested in finding out about their activities. They have a programme of guided walks, photography and bird watching. Ring them on 8800 Bo'ldi mana. Bird watching. Predictionimiz ham to'g'ri keldi. O'zi collocate qiladi-da. Collocationlar bilan o'zi prediction zo'r o'xshaydi. Collocationlar bilan. Collocations degani words that can go together degani. Ya'ni birga ishlatilna oladigan so'zlar degani. Hamma so'zlar bir-biri bilan ishlatilna olmaydi-ku masalan. Masalan, chiroyli desak, chiroyli yigit demaymiz-ku, to'g'rimi? Mana collocate qilmayapti-da. Chiroyli qiz bo'lish mumkin. Masalan, chiroyli gul bo'lish mumkin. Masalan, ingliz tilida ham shu mana fast food deyishimiz mumkin, lekin fast meal deb bo'lmaydi. Mana shu collocate qila olmaydi. Collocation emas bu. Lekin quick meal desa bo'ladi. Fast meal deb bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi? O'zini collocationlari bor. Ana shu collocationlarni bilsak biz, predictionimiz ham yaxshi o'xshab ketadi. Ingliz tilimiz kuchayib ketadi. Collocationlar qanday o'rgansa bo'ladi desa, readinglarda bir-biriga birikib kelayotgan so'zlarni birikmali qilib expression tarzida yozsangiz, yaxshi o'rganasiz. Demak, men ko'proq practice tashlab qo'yaman audiolari bilan. Mana shunday qilib shu approachlarni dan foydalangan holatda ishlab ketasizlar. Ishlab practice qilib nima qilamiz? Aktivlashtirib olamiz. Qo'shimcha narsalar ham tashlab qo'yaman men kanalga. Bemalol foydalanib ishlatib, so'zlarini yodlab, yaxshilab chin ko'ngildan ishlasak, kuchayadi albatta. Sog' bo'lasizlar. Sizlar bilan men Muhiddinov Shahruz bo'ldi deydi-ku. Kinolarda aytamiz.